Assalomu alaykum hammaga. Bugun Onaid parolini olishni o'rganamiz. Men sizlarga aytib o'taman. Men undan ro'yxatdan o'tganman. Shu uchun siz Onaid kirish deb yozasiz. Yagona identifikatsiya tizimi hisoblanadi. Ichiga bosganingizdan so'ng siz kirishingiz uchun parolingizni olasiz. U yoqda qanday olinadi parol? Parol sizga SMS tarzda keladi. Ungacha bo'lgan joyda siz o'zingizni pasportingizni JSH raqamini hamda pasport seriya raqamlaringizni kiritasiz. Siz o'zingiz nomingizdagi telefon raqamini kiritasiz hamda sizga SMS keladi. SMSda siz parolingizni hamda loginingiz SMS keladi. Xuddi mana shu tarzda siz o'z parolingizni hamda loginingizni olasiz. Uni olganingizdan so'ng sizga yetib kelgan kargo xizmati aynan shu parollaringiz orqali sizga mahsulotingizni beradi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.